Dərtlər davası. İkinci bölüm. Günah, məsiyət və onun əlaqədar məsələlər. Birinci bab. Günah, məsiyətlərinin ziyanları. Biz Dərtlər davası namlıq bu kitabımızdan temisidiki dərtlər izchil davamlaşsa insanın dünya və ahiretini buzadigan qalbi kasallarning çarları haqida qayta bir to'xtalaydi. Shuni bilib olish lozimki, günah, məsiyətlər ziyonliqdir. Onun qalbga ko'rsatadigan ziyni zaharning badanga ko'rsatadigan ta'siriga o'xshaydi. Dünya ahiretdə qandaqki bir kasallik və rəzillik bo'lsa, onun sababchisi günah, məsiyətdir. Adem ata bilan Havo ananing huzuri halovat, shad-xuramlik makoni bo'lgan jannatdan dard, alam, qayg'u, azob, baloyi musibat dunyosiga chiqargani nima? İblisning qo'g'landi, la'natkorlik qilinishiga sabab bo'lgan. Uni barliq qabih razilliklarning, ifloslikning, pastkashlikning simvoliga aylantirib o'tgan narsa zoti nima? Ey Allohim, sana bo'yintovlik qilishdan, cheklimlaringga parvosizlik qilishdan o'zing saqlaysan. Nuh alayhissalomning qavmini suvga g'arq qildirib o'tgan, Ad qavmining bo'ron ofatiga duchor bo'lishiga sabab bo'lgan, Samud qavmining qattiq bir ovoz bilan halok qilinishiga sabab bo'lgan narsa zodi nima? Lut qavmining dum ko'mtirib etilishiga, butunlay halok qilinishiga, tosh yog'dirilishiga, ularga hech bir odamlarga kelmagan azoblarning kelishiga sabab bo'lgani zodi nima? Shulardek gunoh qilganlarni jazolashga Alloh qodirdir. Allohning azobi zolimlarga yiroq emas. Shuayb qavmiga soyga o'xshaydigan azob buluti avatilib, ularga yolqinliq o'tlarning yog'dirilishiga sabab bo'lgani nima? Fir'avn va uning kumashlarining dengizga g'arq qilinib, jonlari ko'ydirilib, jahannamga tashlanishiga nima sabab bo'ldi? Qarunning bola chaqalari, mol bisatlari bilan qo'shibla yerga yutqizilitishining sababi nima? Nuh alayhissalomning qavmidan boshqa nurg'un aholilarni xilma-xil azob oqibatlarga giribdor qilgani, butunlay dumko'mtirib o'tishga sabab bo'lgani nima? Antakiya aholisini bir ovoz bilanla butunlay hukm talqon qilib o'tishga sabab bo'lgani nima? Bani Isroil qavmiga dastlabda kuchtingir bir xalqni musallat qilib, ularning mahallarining axtirilishiga, erlarining o'ltirilib, ayollari, bolalarining asir elinishiga, mahallarining ko'ydirilib, mol-mulkining bo'linishiga sabab bo'lgan, ularga yordam berilib qaddini ruslagandan keyin yana ikkinchi qitam shu kuchli qavmni ularga musallat qilib, ularni butunlay halok qilishga, qo'ldan keladiganligi askiliklarni qilishga, hamma narsalarni vayron qilib etishga sabab bo'lgani nima? Ularning o'ltirilish, palinish, yurt mahallarining vayron qilinishiga, zolim podshohlarning zulmiga uchrash, surati mubaddal bo'lib ketish, maymun cho'chqalarga aylanib qolish qatorliq xilma-xil jazolarga uchrashiga sabab bo'lgani zodi nima? Alloh taolo ularga azob abatildiganligi haqida qasam qilib mundaq deydi. Parvardigoring ularga, ya'ni yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni abatib turganligini xabar qildi. Shubhasizki Parvardigoring asilik qilg'uchilarni albatta tez jazolag'uchidir. İtaat qilg'uchilarga albatta mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Abdurahmon ibn Jubayr dadasidan mundaq rivoyat qildi. Qibris fatih qilingan kuni qibrisliklar asr sifatida taqsim qilindi. Ular o'zaro yig'lashqala turdi. Men Abu Dardaning o'zi yolg'iz yig'lab o'ldirganligini ko'rib, Alloh musulmonlarni shuncha aziz qilgan tursa, sen nimaga yig'laysan desam, u voy sana ey Jubayr, odamlar Allohning buyruqlariga bo'ysunmaganda ularni jazolash Allohga nima degan o'ng'ay ha? Qibrisliklar kuchlik, g'olib, podshohi bor xalq edi. Ular Allohning buyruqlariga parvosizlik qilibdi, oqibati mana sen ko'rgandek bo'ldi, deb javob berdi. Amr ibn Murra mundaq deydi. Bir odam payg'ambar alayhissalomning kishilarning gunohi chekiga yetmaguncha ular hargizmi halok bo'lmaydi deganligini angladim deydi. Ummu Salima radhiyallohu anha rivoyat qilib mundaq deydi. Men payg'ambar alayhissalomning ummatim ichida gunoh ma'siyat omilishib ketsa, Alloh ularga umumyuzlik azob avatidi deganligini angladim. Men ey Rasululloh, ularning ichida nurg'un yaxshi odamlar bor emasmi desam, payg'ambar alayhissalom ularga bor dedi. Ben ularning ahvoli qanday bo'ldi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom boshqalarga kelgan azob ularga keladi.
Ammo ular keyin Allohning mag'firati va roziligiga erishalaydi dedi. Hasan Basri rahimahulloh payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Navoda qarilari hukmronlarga moyil bo'lib ketmaslar, yaxshilari yomonlarni aqlamaslar, yaxshilari yomonlarni cho'ng bilib ketmaslar, bu ummat Allohning ilkida va himoyasida bo'ladi. Agar ularda yuqori ishlar tepilib qolsa, Alloh ulardan qo'lini ko'taradi. Ondan keyin ularga zo'ravon zolimlarni hukmron qilib qo'ydi. Ular xalqqa qattiq azob solg'il turdi. Ondan Alloh bu ummatni nomratchilik va yo'qsullikqa mubtalo qildi. Savban radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki, odam o'zi qilgan xatolik tufayli rizqdan mahrum qildi. Savban radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Barliq xalqlar sizlarga xuddi qochidiki tamoqqa yopirilgandek yopirilib kelgili turadi. Sahobalar, sonimizning ozliqidan shundoq bilamdi, ey Rasululloh dedi. Payg'ambar alayhissalom, yo'q, o chaqda soninglar ko'p, lekin sizlar salning ko'pligiga o'xshab qolasizlar. Dushmanlaringlarning qalbidan sizlarning hayvonlar ko'tarilib ketib, sizlarning qalbinglarga qo'rqinch tushidi dedi. Sahobalar, qo'rqinish deganlar nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom, qo'rqinish deganimiz hayotni yaxshi ko'rib ketib, o'limni yomon ko'rish deb javob bergan. Anas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Miroj kechasi qo'g'ishin tirnoqlari bilan yuzlarini va maydilarini tatilayotgan bir qavmning qishidan o'tdim. Jibril alayhissalomdan ular kimlar deb so'radim. Jibril alayhissalom ular kishilarning go'shtlarini yeydiganlar, ya'ni g'ayvatxo'rlar va kishilarning izzat obro'yiga chiqiladiganlar deb javob berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Zaman oxirida bir xil odamlar maydonga keladi. Ular dinni dastak qilib dunyolikqa erishadi. Ular kishilarga shuncha muloyim ko'rinadi. Tillari shakardan tatliq, qalbi bo'rning qalbidek vahshiy. Alloh taolo bundoq deydi. Ular meni rahmati kangri deb o'zini go'llayotamdi. Ular menga qarshi jur'atlik bo'lib ketdimi? O'zim bilan qasam, men ularga shundoq bir fitna avatimanki, ularning ichidagi eng ig'ir besiq odamni gangirab nima qilarini bilolmay qoladi. Ali radhiyallohu anhu bundoq degan. Shundoq bir zamonlar keludiki, islomning faqat nomili qoladi. Qur'onning faqat shakli qoladi. U zamonlar masjidlar avatlashganini qilsa-mu, ammo hidoyatsiz bo'lib qoladi. Ularning o'limolari jahondagi eng nachar odamlarga aylandi. Fitna shulardan tarqalib, shularning ichiga qaytadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dadasidan rivoyat qilib bundoq deydi. Bir yurtda zina, fohisha va jazonaxo'rlik avj olsa, Alloh taolo u yurtning halokatiga ruxsat qiladi. Hasan Basri bundoq deydi. Kishilar ilmga kuchab amalni tashlab qo'ysa, tilida do'stlashib qalbida yomon ko'rishsa, seli rahimni uzsa, Alloh ularga la'nat qiladi. Ularni g'as, ko'r qiladi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bundoq rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelgan 10 muhojirning 10-chisi edim. Payg'ambar alayhissalom bizning qishimizga kelib bundoq dedi. Ey muhojirlar, 5 turli ish bor. Men Allohga sig'inib shu ishlarning sizlarda yuz berib qolishidan panoh tilayman. Bir qavmda zina fohisha avj elib, umumiy kayfiyatga aylanib qolsa, Alloh taolo u qavmni vabo kasali va burungi kishilarda ko'rilmagan har xil kasallarga giribdor qiladi. Bir qavm jing tarozida saxtlik ishlasa, Alloh ularni ocharchilikqa, turmush bisimiga, hukumatning zulmiga mubtalo qiladi. Bir qavm zakat berishdan bosh tarsa, Alloh ho'l yig'ini kemaytib etadi. Navoda chorvalar nazarga ilinmasa, ularga hargizmi yomg'ir yog'dirib berilmaydi. Bir qavmda va'da ahdlariga vafosizlik avj olib ketsa, Alloh ularga yot dushmanlarni hukmron qilib qo'ydi. U hukmronlar ularning qo'l ilkidagi narsalarni tortib oladi. Bir qavmning imomlari Allohning hukmi bo'yicha ish faoliyat olib bormasa, Alloh ularni o'zaro jangi jidalga mubtalo qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qildi. Sizlardan burunqilarning ishida biraylan xato ish qilib qo'ysa, uning xatoligini to'sib, ogohlantiradigan bir odam keladi-da, bir kun o'tsa, xuddi hech ish bo'lmagandek, uning bilan o'tirib, yeb ichadigan ish bor edi. Alloh taolo ularning bu ahvolini ko'rib, ularning qalbini o'zaro qarshi qilib qo'ydi. Ondan keyin ularga ularning payg'ambari Davud alayhissalom va Isa alayhissalomning tilida la'nat qildi.
ularning la'natga uchrashiga osiylikki va haddidan oshganligi sabab bo'ldi. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, ya yaxshilikqa buyurib, yomonlikni to'sisizlar. Yo'l topolmaganning qo'lidan yetilab, haqiqatga yetaklaysizlar yoki Alloh taolo sizlarning qalbinglarni o'zaro qarshi qilib qo'ydi. Andan keyin xuddi burunqilarga la'nat qilgandek, sizlarga la'nat qiladi. İbrahim ibn Amir San'ani'den rivayet kılındı. Allah Teala Yuşa ibn Nun'a "Men kavmimning yaxshilaridan 40 mingni, nacharlardan 60 mingni halok qilaman" deb vahiy qildi. O, "Ey Parvardigorim, nacharlarni o halok qilala, ammo yaxshilarni nimishga halok qilala" deb so'radi. Allah Teala "O yaxshilar men uchun ochiqlanmadi. Norozi bo'ladigan ishlarga ochiqlanmadi. Yomonlar bilan hamtavoq, hamdastxon bo'lishdi" deb javob berdi. Abi Hizzan'dan mundaq rivayet qılındı. Allah Teala bir mahallani mahalladagilar bilan qo'shib, dum ko'mtirib o'tish uchun ikki farishta avatdi. Farishtalar u mahallada masjidda namoz o'qiyotgan bir odamni uchratdi. Farishtalar: "Ey Parvardigorim, bu mahallada paloni bandang borkan, u namoz o'qitibdi" dedi. Allah Teala mahalla va mahalladagilarni yirik odam bilan qo'shibla dum ko'mtirib o'tinglar. Chunki heliqi mahalladagi bo'lmag'ur ishlarga qarata uning chiroyi o'ngib boqmagan dedi. Misrdan rivoyat qilinadi. Bir farishtaga bir mahallani yerga yutqizib etish farmon qilindi. U farishta: "Ey Parvardigorim, bu mahallada to'limi ibodatgo'y bir bandang bor ekan-ku" dedi. Alloh taolo u farishtaga: "Avval shu odamdan boshla, chunki shu yerlarda yuz berayotgan bo'lmag'ur ishlarga echinib, uning chiroyi biror soatmi o'ngib boqmagan" deb vahiy qildi. Vahib ibn Munabbahdan bundoq rivoyat qilinadi. Davud alayhissalom xatolik o'tkazib qo'yganda, u Allohga: "Ey Parvardigorim, meni kechir" dedi. Alloh taolo: "Seni kechirdim, ammo bu gunohning vabolini Bani Isroil tortadi" dedi. Davud alayhissalom: "Ey Parvardigorim, o'zing hech kishiga zulm qilmaydigan odil zotsan. Nemishqa mening xatoligimning uvoli boshqalarga bo'ladi" dedi. Allah uningga: "Sen xatolik o'tkazganda ular seni to'sishga oldirmadi" deb vahiy qildi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men va yana biraylan Aysha radhiyallohu anhaning yoniga kirdik. Heliq odam: "Ey mo'minlarning onasi, bizga yer tavrash to'g'risida so'zlab bersang" dedi. Aysha radhiyallohu anha: "Kishilar zinoga yo'l qo'ysa, aroq ichsa, dag'mi navoga berilib ketsa, Allah osmonda turib, bularga qattiq kundashlik qiladi. Andan zaminga ey yer ularni tavritib etgina" deydi. Navoda ular tavba qilsa, qutqizib qilinadi. Tavba qilmasa, zamin ularga dumko'mtirilib o'tadi, dedi. Heliq odam: "Bu ularga berilgan azobmi?" deb so'radi. Aysha radhiyallohu anha: "Yo'qsu, balki bu mo'minlarga nasiyat va rahmat bo'ladi. Kofirlarga azob, jazo va Allohning noroziligi bo'ladi" dedi. Anas radhiyallohu anhu: "Payg'ambar alayhissalomdan keyin meni bu hadisdan pek xursand qiladigan hadis anglab boqmadim" degan. Ibn Abi Dunya mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalomning davrida yer tavridi. Payg'ambar alayhissalom qo'lini yerga qo'yib: "Ey zamin, jim tur. Qiy vaqti kelmadi" dedi. Ondan sahobalarga yuzlanib: "Parvardigorimlar o'zini rozi qilishinglarni so'rayotdi. Allohni rozi qilinglar" dedi. Ondan keyin Umar radhiyallohu anhuning davrida bir qitim yer tavridi. Umar radhiyallohu anhu: "Ey odamlar, yer sizlar qilib qo'ygan ishlar tufaylidan tavraydi. Jinim ilkida bo'lgan Alloh bilan qasamki, navoda yer yana tavrisa, men sizlar bilan turmayman" dedi. Ibn Abi Dunya Umar radhiyallohu anhuning fazilatlari to'g'risida mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhuning davrida yer tavridi. Umar radhiyallohu anhu yerga qo'lni qo'yib: "Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Agar qiyomat qoyim bo'ladigan ish bo'lsa, zamin o'zining xabarlarini so'zlaydi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Qachoniki qiyomat bo'lsa, zaminda biror gaz yoki biror g'irich yer qolmay, hammasi so'zligili turdi" dedi. Safiya radhiyallohu anha mundaq deydi. Umar radhiyallohu anhuning davrida Madinada yer tavridi. Umar radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Ey odamlar, bu nima ish? Sizlarning bid'at paydo qilishinglar nima degandisi bo'lib ketgan-a? Navoda yer qayta tavrisa, men bu yerda sizlar bilan turmayman." Ka'ib radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Shubhisizki, yerning tavrishi yuz berayotgan gunoh masiyatlarning tufaylidandir. Yer Parvardigorning o'ziga g'azab qilishidan qo'rqib tavraydi." Umar ibn Abdul Aziz har qaysi rayonlarning rahbarlariga mundaq maktub yo'llagan:
Şübhəsizki, yerning təvrişi Allah Taalaning bəndələrə qayğanlığıdır. Muayyan vaqtlarda sirtlarga chiqib ibodat qilinglar. Kimning qishida bir narsa bo'lsa, sadiqa qilsin. Şübhəsizki, Allah Taala mundaq deydi. Kufrdan va gunohdan pok bo'lgan odam maqsadiga yetdi. O Parvardigorning nomini yod etdi. Ondan namoz o'qidi. Ömer ibn Abdulaziz yana mundaq buyurdi. Adem alayhissalomning duosi bilan duo qilinglar. Adem alayhissalom mundaq duo qilgan edi. Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, biz cho'qim ziyon tortqushlardan bo'lamiz. Nuh alayhissalomning duosi bilan duo qilinglar. Agar menga mag'firat qilmasang va rahim qilmasang, ziyon tortqushlardan bo'laman. Yunus alayhissalomning duosi bilan duo qilinglar. Parvardigorim, senden bo'lak hech ma'bud bar haq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'ishlardan bo'ldim. Bular Ibn Abi Dunyoning Al-Uqubat nomli kitobida bayon qilingan. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Kishilar pul puchakda bexillashib ketsa, savdo setiqda shakli o'zgargan jazonilarni qilsa, dehqonchilik bilan bo'lib, Allah yo'ldagi jihadni tark etsa, Allah ularga balo musibat tushiradi. Ular o'z diniga qaytganga qadar musibatni ko'tarib o'tmaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men sahabalarning hech birini o'zining mol-mulkiga qayrindishidanmi loyiqroq emas deb qarayman. Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Kishilar pul puchakda bexillashib ketsa, savdo setiqda shakli o'zgargan jazonlarni qilsa, Allah yo'ldagi jihadni tark etsa, dehqonchilik bilan bo'lib ketsa, Allah ularga balo musibat tushiradi. Ular o'z diniga qaytganga qadar musibatni ko'tarib o'tmaydi. Hasan mundaq deydi. Allah bilan qasamki, fitna fasod Allah Taolaning insonlarga bergan jazosidir. Bani İsrail payg'ambarlarining ba'zisi Buxtinassarning qilgan askiliklariga qarta mundaq degan ekan. Qilgan yomonliklarimiz tufaylidan Allah bizga Allahni tanimaydigan, bizga rahim qilmaydigan zolimni hukmron qilib qo'ydi. Buxtinassar Daniel alayhissalomdan sening qavmingni menga bo'ysundirib bergan narsa nima deb so'radi. Daniel alayhissalom sening gunohingning ig'irligi va qavmimning o'ziga o'zi zulm qilishi deb javob berdi. Huzayfa radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qachoniki Allah Taala bandalarni jazolamoqchi bo'lsa, ularning bovoqlarining jinini oladi. Ayollarni tug'mas qilib o'tadi. Ondan ularga jazo avatadi. Bu kishilarning ichida rahim qilinib saqlanib qoladiganlar bo'lmaydi. Malik ibn Dinar men mundaq bir hikmatni o'qigan deydi. Allah Taala men shoh Allohdirman. Barliq shohlarning qalbi mening qo'limda. Kimki menga itoat qilsa, shohlarni ularga rahmat qilib beraman. Navoda asilik qilsa, shohlarni ularga jazo qilib qo'yaman. Sizlar podshohni tillash bilan bo'lib ketmay, menga tavba qilinglar. Men ularni sizlarga rahimdil qilib beraman deydi. Hasan Basri mundaq deydi. Allah biror qavmga yaxshilikni iroda qilsa, ularga eg'ir besiq, mehribon kishilarni bosh qiladi. Qavmlarning iqtisodini sehiy odamlarning qo'liga tutqizadi. Navoda bir qavmga yomonlikni iroda qilsa, hamoqat odamlarni ularga bosh qilib qo'ydi. Ularning iqtisodini bexil odamlarning qo'liga tutqizadi. Qatada rahimahulloh mundaq deydi. Musa alayhissalom: "Ey Parvardigorim, o'zlari osmonda, biz zaminda. Sizlarning ochiqlanganliklarini yoki mamnun bo'lganliklarini qanday bilamiz?" deb so'radi. Alloh taolo: "Sizlarga eng eski odamlarni bosh qilib qo'yganim mening sizlarga bo'lgan noroziligimning ifodasi" dedi. Ibn Abi Dunya Fuzayl Ibn Iyazning mundaq deganligini naql qiladi. Alloh taolo ba'zi payg'ambarlarga mundaq vahiy qilgan. Qachoniki meni taniydiganlar menga asilik qilg'ili tursa, ularni meni tanimaydiganlarning qo'liga tushirib qo'yaman. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga nisbat berib mundaq deydi. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, Allah kazzab amirlarni, gunohkor vazirlarni, xoin yordamchilarni, zolim ariflarni, fasiq qarilarni avatmay turib, qiyomatni qoyim qilmaydi. Ular ko'rinishda rahiblardek parhezkor ko'ringan bilan, ularning qalbi taptimi sesiq. Ularning havoyi havaslari har xil. Allah ularga zulmatlik eg'ir fitnalarni avatadi. Ular shu fitnada qaymoqib yuriydi. Muhammadning jini ilgari bo'lgan zot bilan qasamki,
islom bir-birlab yiqiladi. Hatto Alloh Alloh deydigan odammi qolmaydi. Cho'qimki sizlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sizlar yoki Alloh taolo sizlarga eng eski odamlarni bosh qilib qo'ydi. Ular sizlarga dardlik azoblarni tetqizadi. Ondan keyin sizlardan yaxshi odamlar duo qilsa-mu, duoyi ijobat bo'lmaydi. Albatta, sizlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sizlar. Yoki Alloh sizlarga kichiklaringlarga rahim qilmaydigan, cho'nglaringlarga hurmat qilmaydigan kishilarni hukmron qilib qo'ydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir qavm jang tarozilarda saxtlik ishlatib qolsa, Alloh ulardan yomg'irni cheklab qo'ydi. Biror qavmda zina fohish avj ilib ketsa, Alloh ularning ishida o'lim yetimni ko'paytirib o'tadi. Biror qavmda jazonixo'rlik avj ilib ketsa, ularning ishida sarang bo'lib qoladiganlar ko'payib ketadi. Biror qavmda qotillik avj ilib ketsa, Alloh ularning dushmanlarini ularga hukmron qilib qo'ydi. Biror qavmda betchivozlik avj ilib ketsa, ularda yer yutib ketadigan ishlar ko'p yuz beradi. Biror qavm yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishni tark etsa, ularning amallari qabul qilinmaydi. Duolari ijobat bo'lmaydi. Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom mening qishimga asirgan holda kirdi. Men uning chiroyidan uning hazrab ketishiga sabab bo'lgan bir ish borligini pamladim. U gap qilmasdilla tahorat ilib chiqib ketdi. Men hujrada Payg'ambar alayhissalomning nima qildig'ini qarab tursam, u minbarga chiqib Allohga hamd sano etdi. Ondan keyin: "Ey odamlar, shubhisizki Alloh taolo sizlarga mundaq deydi: Men duoyinglarni ijobat qilmaydigan, yordam talab qilsanglar yordam bermaydigan, so'rsanglar bermaydigan kun kelishdan burun yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'singlar." Amri Zohid mundaq deydi: Alloh norozi bo'ladigan ishlarni ko'rib turib, o'zgimi hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydigan odamlardan qo'rqib, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan cheklamayla, beparvo holda ketib qolishing, o'zingdan g'ofil bo'lganliging va Allohdan yuz o'rganligingning ifodasidir. U yana mundaq deydi: Kimki mahluqlardan qo'rqib yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishni tark qildi ekan, uningdan itoat tartib etiladi. Navoda u bolasini yoki xizmatkorlarni biror ishga buyursa, ular uning buyrug'iga sal qaraydigan bo'lib qoladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu mundaq deydi: Ey odamlar, sizlar, ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachoniki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Alloh qilgan amalinglarni sizlarga aytib beradi degan oyatni tilovat qilsizlar-yu, to'g'ri tushunmayapsizlar. Men payg'ambar alayhissalomning bundaq deganligini anglagan. Shubhisizki, kishilar zolimlarni ko'rib turib, ularni to'smasa, Alloh ularning hammasiga o'z dargohidan azob tushiradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning bundaq deganligini rivoyat qiladi. Xatolik maxfiy qilinsa, zinini faqat qilg'uchini tortadi. Navoda xatolik ochiq oshkor bo'lib maydonga chiqsa, uningga tuzish berilmasa, uning vaboli hamma odamga bo'ladi. Imom Ahmad bundaq rivoyat qildi. Umar radhiyallohu anhu Patiqanda avad yurtlar xarob bo'lib ketadi dedi. Sahobalar: "Avad yurtlar qandaqsiga xarob bo'lib ketadi?" dedi. Umar radhiyallohu anhu: "Qachoniki xalq ichidagi eskilar yaxshilardan ustun o'rinda tursa, qabila munofiqlarni bosh qilib tayinlasa, avad yurtlar xarob bo'lib ketadi" dedi. Hasan ibn Atiyya payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Patiqanda ummatim ichidagi eng nachar kishilar yaxshi kishilarning ustiga chiqib oladi. Hatto xuddi hozir bizning ichimizda munofiqlar yoshirinib yurgandek, u kunlarda mu'minlarmi yoshirinib yuradi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga nisbat berib mundaq deydi: Shundaq bir kunlar keladiki, u kunda mu'minning qalbi tuz suvda erigandek erib ketadi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, nima shundaq bo'ladi?" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom: "Mu'minlar xato ishlarni ko'radi-yu, ammo uni tuzishga qodir bo'lolmaydi" dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomga nisbat berib mundaq deydi: Shundaq bir kunlar keladiki, u kunda mu'minning qalbi tuz suvda erigandek erib ketadi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, nima shundaq bo'ladi?" deb so'rashdi. Payg'ambar alayhissalom: "Mu'minlar xato ishlarni ko'radi-yu, ammo uni tuzishga qodir bo'lolmaydi" dedi.
Jarir radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biror qavmda gunoh masiyatlar qilinsa, qavmdagi gunoh masiyat qilmaganlar qilganlardan ko'p va kuchli turib, gunoh qilg'uvchilarni tuzishga urinmasa, Alloh ularni umumyuzlik jazolaydi. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Qiyomat kuni bir odam keltirilib do'zaxga tashlandi. Uning uchaylari so'rilib turadi. U xuddi tugmanning atrofidan aylangan eshakdek do'zaxda aylandi. Do'zaxdagilar uning cho'risiga kelib, "Ey odam, sen nima bo'ldi? Sen bizni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'satding-ku" deydi. U odam, "Men yaxshilikqa buyurdim, ammo o'zim qilmaydim. Yomonlikdan to'satdim yo'q, o'zim uni qilaverdim" deydi. Malik ibn Dinar mundaq deydi. Bani İsrailning bir olimi bo'lib, nurg'un ayollar uning uyiga yig'iladi. Alim yig'ilganlarga vaz-nasihat qiladi. O'tmishdagi ibratlik voqealar to'g'risida ularga qissa bayon qilib beradi. U bir kuni farzandlaridan birining ayollarga ko'z qisayotganligini ko'rib qoldi-da, "Aldirmag'in o'g'lim, aldirmag'in" deb qo'ydi. Ondan u odam karavotdan yiqilib ketib, yo'lini uzilib ketdi. Xotinining hamilisimi tushib ketdi. Farzandlari o'lib ketdi. Alloh taolo Bani Isroilning payg'ambariga mundaq vahiy qildi. "Faloni olimga xabar bergin. Men uning naslidan mangu siddiq odam chiqarmayman. U o'g'li gunoh ish qilyotsa, ochiqlanishning o'rniga 'Aldirmag'in o'g'lim' deb qo'yish bilan cheklandi." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ko'zga ilinmaydigan kichik gunohlardan saqlaninglar. Shubhisizki, u gunohlar bir odamda yig'ilib, oxirida uni tugashtirib yetadi. Payg'ambar alayhissalom buniga misol keltirib mundaq dedi. Kichik gunohlarning yig'ilib bir odamni halok qilishi cho'llik zaminga tushgan. Usti bir odam kelib, tamoq hozirlash uchun o't qalamoqchi bo'lgan. Kishilar birdan ikkidan tamash terib kelib, bir döv bo'lgandan keyin o'tin dövisiga o't yiqib, tamoq pishirgan bir qavmning ahvoliga o'xshaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Shubhisizki, biz payg'ambar alayhissalomning davrida halok qiluvchi gunohlar deb qaraydigan nurg'un ishlarni sizlar qildimmi kichik ko'rib, parvosiz holda qilyapsizlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir ayol bir mushukni yeydigan, ichadigan narsa bermay yoki uni zimindagi jonliqlarni tutib yegili qo'ymay, so'lab qo'yib o'ltirib etganligi uchun do'zaxda azoblandi. Uzayfadan Bani İsrail bir kundala dindan chiqib ketganmi deb so'raladi. U, yo'q, Bani İsrail bir ishga buyurilsa qilmaydi. Bir ishdan cheklansa shuni qiladi. Ular shunday qilaverib, oxiri bir odam kiyimni silib tashlagandekla dindan chiqib ketgan deb javob berdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ko'zga ilinmaydigan kichik gunohlardan saqlaninglar. Shubhisizki, u gunohlar bir odamda yig'ilib, oxirida uni tugashtirib yetadi. Payg'ambar alayhissalom buniga misol keltirib mundaq dedi. Kichik gunohlarning yig'ilib bir odamni halok qilishi cho'llik zaminga tushgan. Usti bir odam kelib, tamoq hozirlash uchun o't qalamoqchi bo'lgan. Ular birdan ikkidan tamash terib kelib, bir döv bo'lgandan keyin o'tin dövisiga o't yiqib, tamoq pishirgan bir qavmning ahvoliga o'xshaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Shubhisizki, biz payg'ambar alayhissalomning davrida halok qiluvchi gunohlar deb qaraydigan nurg'un ishlarni sizlar qildimmi kichik ko'rib, parvosiz holda qilyapsizlar. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir ayol bir mushukni yeydigan, ichadigan narsa bermay yoki uni zimindagi jonliqlarni tutib yegili qo'ymay, so'lab qo'yib o'ltirib etganligi uchun do'zaxda azoblandi. Uzayfadan Bani İsrail bir kundala dindan chiqib ketganmi deb so'raladi. U, yo'q, Bani İsrail bir ishga buyurilsa qilmaydi. Bir ishdan cheklansa shuni qiladi. Ular shunday qilaverib, oxiri bir odam kiyimni silib tashlagandekla dindan chiqib ketgan deb javob berdi. Salaf ulamolar mundaq deydi. Gunoh masiyat kofirlikning elchisi. To'y jimoning elchisi. Naqshi muzika zinoning elchisi. Yot ayollarning bir-biriga qarshi ishqning elchisi. Kasal o'limning elchisi. G'ulya degan kitobda Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi bayon qilinadi.
ey gunohkor, gunohingning oqibatidan xotirjam bo'lib ketma. Sen qilgan har bir gunoh tiximi cho'ng bir gunohga sabab bo'ldi. Gunoh qilayotganda o'ng so'l tarafingdagi farishtalardan hayo qilmasliging qilgan gunohingdan ig'irroq. Gunohlarni qilib qo'yib, Allohning jazosidan parvasiz holda kulib o'tib ketishlaring qilgan gunohingdan ig'irroq. Gunoh qilish fursatiga erishalsang, xush bo'lib ketganing, gunoh qilish fursatiga erishalmasang, qayg'urib ketganing bu gunohni qilgandan ig'irroq. Sen gunoh qilayotganda shamol pardangni tavratsa, sen Alloh meni ko'rib turdi deganni o'ylamasdan, pardaning tavrishidan xavfsirab qolganing qilayotgan gunohingdan ig'irroq. Ayyub alayhissalomning jismoniy jihatda ig'ir kasallarga giribtor bo'lishiga, iqtisodiy jihatdan nurg'un so'rinchiliklarga duch kelishiga sabab bo'lgani nima? Buni bilamsan. Bir bichora odam Ayyub alayhissalomdan zolimdan qo'g'dab qilishni o'tinsa, Ayyub alayhissalom unga yordam bermagan. Zolimni zulmidan to'smagan. Shunlashqa Alloh Ayyub alayhissalomni xilma-xil balo musibatlarga duchor qilgan. Bilal ibn Sa'ad undaq anglaganligini rivoyat qiladi. Sen xatoliklarning kichikligiga qaramay, osiylik qilinayotgan zotning kattaligiga qara. Fuzayl ibn Iyaz mundaq deydi. Sen gunohni qanchaki kichik ko'rsang, u Allohning oldida shuncha cho'ng hisoblanadi. Sen gunohni qanchaki cho'ng ko'rsang, u Allohning oldida shuncha hisoblanadi. Mundaq bir rivoyat bor. Alloh taolo Musa alayhissalomga mundaq vahiy qildi. Mening maxluqlarim ichida eng avval o'lgani iblisdir. U menga osiylik qilgan edi. Menga osiylik qilganlarni o'lik hisoblayman. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mo'min xatolik o'tkazsa, uning qalbiga bir qora chekit uriladi. Qachoniki tavba qilib gunohdan qo'l yig'sa va Allohdan mag'firat talab qilsa, uning qalbi suziladi. Navoda gunohlardan qo'l uzmay davomlashtiraversa, qalbidagi qoraliq zo'rayib, qalbini qoplaydi. Bu Alloh taolo hargiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillar qariyib ketgan degan oyatda tilga olgan qoraliqdir. Uzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Banda gunoh qilsa, uning qalbiga bir qora chekit urilib, oxiri uning qalbi kulrang qo'yga o'xshab qoldi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundaq deydi. Ey Quraysh xalqi, sizlar Allohga osiylik qilmasanglarla, bu ishning, ya'ni xalifalikning egasi bo'lib tursizlar. Navoda Allohga osiylik qilsanglar, Alloh xuddi o'sha yog'ochni g'ajilagandek, g'ajilaydigan kishilarni avatidi deb qo'lidagi yog'ochni ko'rsatdi. Ondan keyin yog'ochni yog'ochga surgan edi, u yog'och aqlanib ketdi. Vahab mundaq rivoyat qiladi. Alloh taolo Bani Isroilga mundaq degan: "Men itoat qilinsam rozi bo'laman. Rozi bo'lsam barakat beraman. Mening barakatimning cheki yo'q. Navoda osiylik qilinsam g'azablanaman. G'azablansam la'nat qilaman. Mening la'natim 7-avlodigacha ta'sir ko'rsatdi." Amir rahimahullohdan rivoyat qilinadi. Aysha radhiyallohu anha Muaviya radhiyallohu anhuga mundaq maktub yozdi. Shubhisizki, bir odam Allohni norozi qiladigan ishni qilsa, uni maqtaydigan odamlar so'kadigan bo'lib qoladi. Abu Ja'di rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Darda radhiyallohu anhu har odam o'zi tuymay qilib, mo'minlarning ko'nglida la'natkarda bo'lib ketishdan ogoh bo'lishi lozim dedi. Va nimishqa la'natkarda bo'lib ketadi, bilamsan dedi. Men yo'q, bilmaydiganman desam, u bir banda yolg'iz yerlarda Alloh yomon ko'radigan ishlarni qiladi. Alloh o'ylamagan yerdan mo'minlarning qalbiga uningga qarshi nafrat tuyg'usini silib qo'ydi dedi. Muhammad ibn Sirin qarzdor bo'lib qilib, g'amga tushib qolganda, bu g'amlar men 40 yildan buyon o'tkazib qo'ygan gunohlarim tufaylidan bo'ldi degan. Gunoh ma'siyatlar ba'zida dal vaqtida ta'sir ko'rsatmaydi. Gunoh ma'siyat to'g'risida diqqat tortadigan bir nuqta bor. Bu nuqtada nurg'un odamlar xatolashdi. Ba'zida gunoh ma'siyatning jazosi shu vaqtida yuz bermaydi. Yoki kechikib yuz bergachga gunoh qilgan odam unutib qoladi-da, gunoh qilaversa-mu hech bo'lmadi-ku deb o'ylab qoladi. Bir shoir mundaq deydi. Mitta chang to'zon yiqilgan hamon, yiqilib bo'lganda chiqmas hech qachon. Subhanalloh.
Bu xata qarash qanchalagan odamlarni halokatga boshlagan, qanchalagan ne'matlarning qo'ldan ketishiga sabab bo'lgan, qanchalagan odamlarga azob uqubatlarni keltirgan, ha? Odatdagi nodon odamlar u yoqda tursin, nurg'unlagan olim, fazil kishilarmi bu xato qarashlarga aldanib ketgan. Bu tentaklar gunoh masiyatning xuddi ast xarakterlik zahar yoki saxt xarakterlik jarohatga o'xshash bir mezgildan keyin bo'lsa-mu ta'sir ko'rsatadiganligini bilolmagan. Abu Darda radhiyallohu anhu mundaq deydi: Allohni ko'rib turgandek ibodat qilinglar. O'zinglarni o'lik deb qaranglar. Shuni bilinglarki, kallanglarni chirmab oladigan ko'pdan hojatga yetgudek oz yaxshi. Yaxshilik ko'nirmaydi. Gunoh unutilmaydi. Ba'zi gunohlarning jazosi naq bo'ladi. Sulaymon Taymi mundaq deydi: Bir odam hech kishi ko'rmaganda xufiyona gunohlarni qiladi. U odam shu hamolla shu ishi tufaylidan malomatga qoladi. Yahya ibn Muazrazi mundaq deydi: Ey Parvardigorim, menga musibat berib dushmanlarimni xush qilmag'in deb duo qilayotgan aqllardan hayronman. Vaholanki u o'zi dushmanlarini xush qiladi. Boshqalar bu qanday ish deb so'radi. U heliqa odam Allohga osiylik qiladi. Shuning bilan qiyomat kuni hamma dushman uning holiga xush bo'ladi deb javob berdi. Zunnun mundaq deydi: Bir odam xufiyona holda Allohga xiyonat qilgan bo'lsa, Alloh uning chumbardisini ichib o'tadi.